He, opa keling. Yangi ishga joylashibsan. Ha, shu yerdaman zo'r. Janlarim yaxshi maktabga o'qiydi. Kakra shundan kerak edi. Bitta opangga olib bera olmaysanmi, uka? Bo'pti, oling. Rahmat. Bitta-ku, ha, to'g'rimi? Qalay qiynalmay yuribsanmi, uka? Yo, yaxshi, rahmat. Pochcham yaxshimilar, ishlari yaxshimi? Kakra shundan kerak edi, uka. Yo, men ham oddiy sotuvchiman, opajon bu yerda. Bitta opangga shuni olib bera olmaysanmi, ukajon? Bo'pti, oling. Rahmat. Yoshligimda senga do'ychalar terib berardim. Ha, yoshlik haqida gaplashyapmiz, tegmagan. Opa, to'xtang. Chorvachilik qildim, mol boqdim, qo'ylarimni olib ketib opajon uyingizga. Tovuq boqdim, tuxumlarni ko'tarib ketib uyingizga. Dehqonchilik qildim, kachka piyoz ko'tarib ketib uyingizga. Bunaqa emas opajon. Ro'zg'orga kerak-da. Oling mana, ishonchli do'konlarda may oyida ko'plab mahsulotlarga 30% gacha chegirma yoki 35% gacha bonuslar e'lon qilingan. Yo'q, Ferre texnikalarga 15% chegirma yoki 25% bonus. Voy! 100 ta texnikalarga 15% chegirma yoki 20% bonus. Rostdan. Samsung avtomat kir yuvish mashinalariga 30% chegirma yoki 35% bonus bilan mana opa, yana nima kerak? Bo'ldi, zo'r ekan, o'zim olaman, uka. Rahmat ey. Ikkinchi ukam shu restoranda ishlarmidi? Ko'ray chiqani? Ukajon! Boshliq, men ishdan bo'shatmayman.